Salom sizlar bilan Avsarayich bolalar bugun yana o'sha Rechxens bo'ytoqlar haqida bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek 835 kundan beri ishlab kelyapti. 39150 bitta odam 2,5 million rubl saytga sarmoya kiritilgan va 785 ming rubl to'lab bergan. Bo'lmasa saytga kirib olamasizlar, ro'yxatdan o'tasizlar. Mana men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Kirganimda ko'rib turganlaringdek 55 rublga to'ldirganman va 2101 rubl chiqarganman. Bo'lmasa hozir pul yechib keyin videoni davom ettiraman. Bu yerga summani yozamiz, 2000 ta yozamiz. Chunki cash point bor. Ko'rib turganlaringdek 2035 ni to'lab qo'yildi. Ko'rib turganlaringdek vibratsiya deyapti, ya'ni o'sha to'lash jarayonida, to'lov jarayonida. Ko'rib turganlaringdek 8 rubl, 16 rubl, 76 rubl, 450 rubl, 300 rubl, 216, 156, 72 rubllab chiqarib olganman. Ketma-ket hammasini to'lab bergan. Bo'lmasa saytda qolgan bo'limlarni tanishtirib o'taman. Pul tushguncha. Bu yerda tovuqlar do'koni bor. Tovuqlar do'konidan sizlar tovuq sotib olasizlar. Birinchi levelning narxi 1000 ta tanga, ya'ni 1000 ta tangalaring 10 rubl bo'ladi. Eng qimmat narxi 250 ming ta moneta, ya'ni 2,5 ming rubl bo'ladi. Passiv daromad olmoqchi bo'lsanglar sizlar super ko'krak bo'limiga o'tasizlar. Super ko'krak bo'limida 1499 yuziga navga asabloq yuziga deyotgan bo'ladi. 1499 rublga mana bu tovuqni sotib olasizlar. Bo'lmasa super ko'krak bo'limida buni sotib olmasanglar cash point bo'ladi mana bu. Monetalarning qolib ketaveradi. Hech olmay qolasizlar. Bo'lmasa qolgan bo'limlarni ham tanishtirib o'taman. Tovuqlar do'konidan sizlar tovuqlar do'koni bo'lsa bozor bo'limidan sizlar tovuqlaringni yig'asizlar. Ko'rib turganingiz 11500 moneta bo'ldi. Bu monetani hozir obmen ustiga bitta bosamiz, yana almashtiramiz. Bu yerga 11500 bosamiz. Keyin shu 11000 ta qiling. Almashtirish qilamiz. Ko'rib turganingizdek 11113 ta bo'ldi. 33 ta bo'ldi. Endi magazinga o'tib sotib olamiz. Ko'proq foyda qilamiz endi. Bitta, ikkita va birinchi leveldan sotib olaman. Ko'rib turganlaringdek referral bo'limi bor. Bu yerda sizlarga do'stlaringizni chaqirsanglar sayt o'zini hisobidan 40% to'lab beradi birinchi o'rinlarga, ikkinchi o'rinlarga 20% to'lab beradi. Ko'rib turganlaringdek 49 ta odam o'tgan va 280 ming ta moneta olib kelgan. Birinchi o'rinda Baxti, ikkinchi o'rinda Dalerchik Mardonov. Shuncha odam o'tgan. Ko'rib turganlaringdek bir 10 tasi ishlaydi bu yerda. Qolgani ishlamaydi moneta. Ishlamagan, sarmoya kirgizmagan. Kommentariyada va opisiyanada bo'ladi. Sayt manzili o'tib bemalol ishlasanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, hammaga omad.